Bugungi kunda aholining muammolarini joyiga chiqqan holda o'rganish, ular bilan ochiq muloqot qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ana shunday yondashuv asosida Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanida harbiy prokuratura tomonidan sayyor qabul tashkil etildi. Sayyor qabul davomida fuqarolarning gaz, elektr, yer ajratish, ijtimoiy himoya, bandlik, soliq, tibbiy xizmat va boshqa yo'nalishlardagi murojaatlari tinglandi. Har bir murojaat alohida ko'rib chiqilib, mas'ullarga aniq topshiriqlar berildi. Ushbu sayyor qabulda nafaqat harbiy xizmatchi va ularning oila a'zolari, balki mana shu hududda yashayotgan fuqarolar ham o'z murojaatlari bilan ishtirok etishdi. Harbiy xizmatchilarimiz aksariyati uy-joy masalasida murojaat etgan bo'lsa, fuqarolarimiz esa farzandlarini shartnoma asosida harbiy xizmatga ishga joylashtirish masalalarida murojaat etishdi. Albatta murojaatlar ayrimlariga shu joyni o'zida tushuntirishlar berildi. Ayrimlari nazorat tartibida Respublika harbiy prokurori tomonidan qabul qilinib, murojaatchiga tushuntirishlari berildi. Avvallari biz o'z murojaatlarimizni qilish uchun mas'ullarni izlab boradigan bo'lsak, hozirgi kunda ular o'zlari bizning hududimizga kelishmoqda va bizga o'sha bizni qanaqa muammolar qiynayotganligi bo'yicha bizlar bilan savol-javoblar o'tkazmoqda va biz bundan juda ham xursandmiz. Jarayonda harbiylarning oila a'zolari va yoshlar, jumladan muddatli harbiy xizmatni o'tab qaytgan fuqarolar uchun bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Shuningdek, tadbir doirasida aholi uchun arzonlashtirilgan kitoblar yarmarkasi ham tashkil etildi. Bu esa madaniy ma'rifiy muhitni yanada boyitishga xizmat qildi. Ommaviy sayyor qabul yakunida murojaatlarning asosiy qismi joyida hal etildi.